Yuhi kecha somsa yegim keldi deb aytgan. U soat 10 da somsa qilib berganman. Shuni kontent qilib olgandim, bilsangizlar. Shunga mana bu Xurrem Sulton deb qo'yibdi. Mana bu miyasida, kallasida ishi bor, xullas. Hamma kommentariyalarimda, hamma videolarimni tagiga shunaqangi negativ yozadi. Ayol kishi ekanda. Men bitta narsaga juda ham shunchaki achinamanda. Biz ayollarimiz bo'lsa ham, o'zimizni ayollarimiz, qizlarimiz nimaga bir-birini ko'ra olmaydi? Hammamiz bitta davlatda nimasimiz, lekin ayol kishi, hamma davlatda ham ayol kishi nimaga iminni bizda ko'ra olmaslik? Bo'lsa ham ayollar mana bu kutini quvlab, kutidan chiqqan sassig'ini hidlab o'tirishi yaxshi ko'radi. Mani gapim yolg'on bo'lsa, men gapimga javob beraman. Uzun qayerda? Mani hayotimda yashab ko'rgan odam biladi. Mani yaqinlarim, dugonalarim, uyimga kelib ketgan odamlar, farzandlarim, turmush o'rtog'im bilan ko'rishgan, bitta dasturxonda o'tirgan insonlar mani hayotimni juda ham yaxshi biladi. Lekin siz hayotimda bir daqiqa ham kelib ko'rmagansiz, shunaqa deb yozasiz-da. Mayli, u ham mayli. Yolg'onchi deng, unaqa deng. Men общий etib gapiraman. Ayolmiz-ku. Men bitta xarakterim bor mening. Men chiqib ketaman agar menga yoqmaydigan biron inson bo'lsa, ayol kishi, qiz bola bo'lsa, YouTube, Instagram, TikTokda yoqmadimi shu? Yomon gap yozgim kelsa ham, shunda chiqib ketaman, yozmayman. Ayolligi uchun. Biz ayolligimiz uchun, bir-birimizni podдержка qilishimiz kerakligi uchun. Lekin sizga o'xshagan Xurrem Sulton deb qo'yibsiz, o'zingizni qanaqa Xurrem Sulton siz bilmadim. Endi jinnixonani Xurrem Sultonimi, endi Alloh biladi u narsani. O'zingizni shunaqa deb qo'yibsiz-da, lekin farosat degan narsa yo'q ekan. Ayol kishi ekaningiz. Nima bor? Ayollar yomon ko'rsangiz chiqib keting. Ko'rmang, shu kimnidir gunohini o'zingizga olmang. Biz ayollar o'zimizni bir-birimizni podдержка qilib, qo'llamasak bor-ku, hech kim podдержка qilmaydi. Nimaga? Do'st chiqmaydi ayoldan. Biz o'zimizni birinchi sevib, qadrlashimiz kerak. Keyin erkak falon dedi deyish kerak. Biz bir-birimizni tosh otaversak, erkaklar kerak bo'lsa tepkilab tashlaydi. Shuni oyoq osti qilib tashlaydi. Nimaga? Chunki biz o'zimiz kutimizni ko'laymiz. Yomon ko'rsataveramiz hammaga. Lekin 100% bilmaymiz u qanaqa odam. Yo'q, shu menga yoqmadi, shuni gap yolg'onga o'xshayapti. Shu qanaqadir g'alati gapiryapti, shuning uchun iminni shunga tosh otishim kerak. Ichimdagi zahrimni sochishim kerak. Oilangizdan ko'rmagan mehrni begona bir